joylashgan Bo'zadir Qarato'qay deydi. Qarato'qay qishlog'i, Bo'zadir Qarato'qay qirg'izlarning qishlog'i o'sha hudud. Mana shu turgan joyimiz suv ombordi To'g'on platinasining ustida turibmiz. Xullas o'sha chap qirg'oq hududi Qirg'izistonda Bo'zadir qishlog'i joylashgan. Endi o'sha o'ng tomoni bizning O'zbekiston hududi. Endi shu suv ombordi qurilishi 84-yil bo'lsa, boshlagan bo'lsa, platinani balandligi 87 metr, 350 million suv sig'imi bo'yicha qurilish boshlagan. Keyinchalik bu platinani balandligi 42 metr, suv sig'imi 55 million suv sig'imi bo'yicha qurilishga tushirilib ish olib borilgan. Lekin 90-yillarga kelib shu qirg'izlarning e'tirozi o'sha yerlarda suv bosadi degan muammoni ko'tarishi muammo bo'lganligi uchun bu qurilish to'xtatilib qolgan. Hozirda endi o'sha qirg'izlar tomonidan nargi hududda o'zini mustahkamlash uchun mana 6 ta shpora qurib qo'ygan. O'sha hududini dayroni suv toshqin vaqtida suv bosmasligi uchun yerlarda 6 ta shpora qurilgan. Bizning hududda ham o'sha tepadan biz shpora qurmadik-ku, dayroni yo'nalishi bo'yicha parallel damba qilib 1,5 kilometrdan oshiqroq hududda mustahkamlash ishlari olib kelindi. Endi qolgan hududlarda ham mustahkamlanib, mana shu suv ombordi platinasini oldigacha olib kelish rejamiz bor. Hozir ishlayotgan texnikalar kimniki? Bu ishlayotgan nargi hududdagi texnikalar Qirg'izistondagi o'ng qirg'og'idagi O'zbekiston texnikalari. Nargi chap qirg'og'idagi tog'ning ichini tunnel qilib, suvda agar suv ombor bitkazilsa, suv omborda suv o'sha tunnel orqali chiqish kerak edi. Bu bitmagandan keyin hozirgi kunda ham o'sha pastki qismdan stроительный tunnel deydi, o'shandan oqib o'tyapti. Keyinchalik ustidan o balandlikdagi katastrofik zbros deyiladi. Agar platina bitgandan keyin oshiqcha suvlar o'sha tepadagi tunneldan tushishi kerak edi.